Tunukafonga fasonlari turi ham ko'payib ketdi. Xonadonimga qanaqa fasonlardan tunukafon qilsam ekan degan yaqinlaringlarga mana shu videomizni albatta jo'natib qo'yish esingizlardan chiqmasin. Sababi bu o'zimizning xonadonimizga qilganmiz oddiygina oppoqqina fasonda. Agar ma'qul kelsa, like bosib, kommentariy yozib, uyga tunukafonni qanaqasidan qilgizmoqchi bo'lib o'ylanib yurganinglar do'stlaringlarga albatta mana shu ishimizni jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa juda ham foydali bo'ladi. Menimcha juda ham go'zal chiqqan. Sizlarga ham yoqyapti degan umiddaman. Xudo xolasa bahosini o'zingizlar kommentariyada yozib ketasizlar. Tarnolarimiz ham oppoq bo'lgan, hamda mana bu oppoq ledlarimiz bu tungi holati azizlar. Tungi holatda qanday ko'rinishi. Ko'ringlar o'zingizlar, bahosini o'zingizlar beringlar. Albatta, yoqsa yoqmasa like, kommentariya, yaqin tunukafon qildirmoqchi bo'lgan yaqinlarga bu videomizni albatta jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Sababi juda ham go'zal holatda tunukafonnimiz xudo xolasa chiqyapti menimcha. Ko'ringlar akalar.